Agar vohliroq shu narsa haqida bilganimda 2 qatligimda gemoglobinim 80 bo'lib yurmas edi. Oddiygina olma, lavlagi va qizil sabzini po'stidan archib, shunaqa maydalab to'rab olib, o'zingiz ichadigan bo'lsangiz, sokovijmalka yordamida shunaqa so'q qilib oling. Agar bolalarimga beraman, ularning ham immuniteti ko'tarilib, gemoglobinlari baland bo'lib yursin desangiz, qaynatib bering. Ham vitaminga boy, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, miyani yaxshi ishlashiga, qon aylanishini yaxshilab, qon ko'paytirib berishga ham rosa zo'r foyda ekan. O'g'lim bilan maza qilib ichib olib, bundan keyin dog' bo'lib qolgan oq sochlarimizni oqartirishga qaror qildik. Bunda bizga katta ko'makchi Baby yordamga keldi. 2 qoshiq Baby super очистители va shaqillab qaynab turgan suv. Yarim soatga yolg'iz qoldirsangiz bo'ldi. Natijasi o'zingizni ham, o'zingizni ham, hattoki qaynanangizni ham xursand qiladi. Har bitta uyda bo'lishi kerak bo'lgan mahsulot bu albatta Baby super очистители bo'ladi. Germaniya mahsuloti bo'lsa ham siz buni uyingizga yaqin do'konlardan yoki supermarket, korzinkadan ham bemalol topa olasiz.